Dostlar, sizlarla men Kenzo Minecraft. Bu videoda biz shu oddiygina loyli kirkalarni oxiridagi rang-barang kirkalarga kuchaytirishga harakat qilamiz 15 minut ichida. Kirkalarni avvaldan olib qo'ydim. Bu avvalgi o'yinlarimdan xulosiga boshladik. O'zi buni ko'pdan beri o'ynamay turmagan. Bemalol sindirib o'tib ketayotganiga hayron qolmanglar. Oson sindiradi bu. Eng uzoqdagi borishga harakat qilib ko'rganman. Bu qancha kuchli bu kirkaga o'zi. Bu astidan sindirayotganini ko'rasizlarmi? Вообще tez sindiryapti. Boshda kirganlarga taxtalisidan beradi. Endi kuchaytirib boradi. Ko'rasizlarmi? Oldingi videolarim esinglardanmi? Bu so'nadim, faqat kartishga bilimdan qochirdim. Ajab yomon azob degandek bir jinnilik qiluvdik sizlarni. Endi Minecraft haqida video olishga harakat qilaman. Survival. Ya'ni o'zingizlar ko'rasizlar. Eski versiyada qanchalik tez temir kavlashni sinaymiz, yangi versiyada ham qanchalik tez kavlashni sinaymiz. Ikkiga bo'lib qilamiz buni. Ya ko'pchilik bilib olmasa ham har holda yangisi mingtadan oshardi yoki sal kuch ko'paytirib olsak zo'r bo'ladi. 650 ta bor endi. Bu 1550 tez ekan. Shunga mana kelib bostiramiz. Ozgina AFK'da turgandek turib olamiz. Xullas, kirkalar aylanyapti atrofimda, kuchaydi, leveli. Короче, chop qilaymiz. Uni ham bemalol ketyapti. Menimchalik kuchli shekilli hozir borib bilib olamiz. To'xtab qolmayapti. To'xtab qoldi jini. Bu siyoh rangda ekan hali. Men mana shunday ekan. Yo'q, hozir yana 250 ga borib to'playmiz. Mana bosib kelamiz. Avlodga короче ketaveramiz. Kommentariyada yozib ketinglar, kim bu o'yinni o'ynamaganligini. Raqamdagi ovozlarga e'tibor bermaysizlar, bu televizor yaqin ekan. Ketdik, mana video sal anaqa to'xtashi to'g'ri kelib qoldi, shunga uzr. 150 250 to'ldira olamiz. 1250 ta kubikni. Bu endi ko'pchilik o'ynagan bo'lsa kerak, lekin o'ynamaganlarni kommentariyaga yozib ketinglar. Bunday videolarni ko'p chiqarishim uchun sizlarni qo'llab-quvvatlab turishinglar kerak. Bu videolar like bosib obuna bo'lish esinglardan chiqmasin. Obsidian sindiryapti. Hozir mana shu 150 dan olgandan keyin u yerda bedrockgacha borib beraman. Bedrockgacha borsam like va obuna qilib turib kommentariyaga yozib ketishni unutmanglar. Hozir bedrockdan ham o'tamiz hozir. Anqara ovozini eshityapsizlar? Shiriqlayotgan o'zi. Sekin sindirar ekan, lekin atigan lekin yaxshi tezlikda sindiryapti. Ham tezroq 75 level bo'lishim kerak, ko'ryapsizlar. Mana hozir ko'rsataman. Mana shu yerda yozib turibdi, ko'ryapsizlar. Hozir bedrockgacha boramiz, ko'rib olasizlar.
Yana artefakga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Undan kuch olib shunaqa videolar chiqaryapman. Ana Nezaraytni ham sindirib bo'lay dedi oxirigacha. Ozgina qoldi. Bu aylanning kirgalari ko'rib, ba'zi keladi, boshi aylanyapti. Lekin meniki emas, meniki olmoslik ekan, lekin videoga chiqibdi. Молодец. Ha? Yo'q, bundan toza tushgan bo'ptimi tushiradi. Hadi qaniyligini. Qaniyligini. O, men kuchli ekan o ishi. Bunga desga olyapti. Qaysi kirgada u? Savolda. O, men deyapti. Hozir 400 ta kubikli bo'lamiz. Menikidan boshqa ovozlarga e'tibor bermanglar. Ko'p ovozlar orasida video olyapman-da. Sal e'tibor bermay qo'yasizlar. Bu yerda qolinglar, tekisga ala kirib ketyapman. Ba'zi qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, men tekisga ala kirib ketyapman. Zati tekismi? Ha? Men jonli efir olishim uchun like bosib, obuna bo'lib tursanglar bo'ldi. Mana keldik, 400 ta kubikli bo'ldik. Endi 45 powerli qanaqadir uni oldik, nomini bilmayman. Nimasi tez sindiraganga o'xshayapti. Hozir men yeng u qanaqa ekan? Qani? Rainbow 1750 ta ekan. Hozir unisini ham to'plab olamiz. Allah. Voy, mazza. Ovozini eshitsanglar maza qilasiz. Hozir bunisini ham tez sindiramiz. Bunisini ham tez sindiramiz hozir. Kim biladi, tez sindirib o'tib ketyapmanmi? Buni sal-sekinroq, ba'zi tezroq. Deyarli tekis sindiryapman. Kimga sezilyapti? Hozir 75 levelga chiqib olsam, hammanglar obuna bo'lib like bosasizlar, bo'lmasa shularga negir o'tib ketsin. $3500 ta jon. O'g'irlar qanchalik tez sindiryapti-yu, qanchalik sekin sindiryapti. Zato salgina qiyshiqlik va g'irb qiyshiqli bo'ladi. O'rtadagi blokka turib olsam, agar o'rtadagi blokka turib olsam, ana Nezaraytdan o'tyapmiz. Yugurdik. Endi bedrock sindiramiz. Sal sekinroq bo'lsa ham zato sindiryaptimi? Like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Har daqiqada eslataman kerak bo'lsa. Daqiqa ichida qanchalik kuchayishini ko'ramiz. Sinmay o'tib ketdi. Shuni qo'yib, olmosh hali ham sindirmayapti-yu bu. Hozir unga bir gap aytamiz. Let's go deb yotib. Let's go baby. Let's go baby. And we on a horse. Let's go baby. Hozir ikkita qoldi. Yana bedrockgacha. Bu nima bu? Savolda bu nima bu? Nima bu? Nima bu savolda? Savol nima bu? Nima bo'lsa ham g'alati narsa. Hozir oxirgi bloklar 1 2 3 sindirib kirdik. Menga qarab turib chiqib ketamiz. Maytdan zo'r narsa. Dan deyamiz. Dan. Dan deb turib, mon bosamiz. Mana uni tushdik.
Tegilsam yomon ko'p pul keltirar ekan. Monsigacha ochib yubormoqchiman. Keyingi videoda shungacha kuchaytiramiz. Menda 500 bor xolos. Kuchaytirib olsam, uzr bo'lardi-ku, lekin tezroq. Hadi yana bir marta boramiz. Uchinchi marta boramiz. Agar ashunda like bosib obuna bo'lmasanglar, shularga bitta negir kirib o'pib ketsin. Men duoyim o'tadi, lekin aytib qo'ying, men duoyim o'tadi. Shu bolaga ashunadigandan keyin negir o'pib ketgan. Eshitib, o'zim 2 soat kelib o'tirganman o'zim. Yomon, shunaqangi kuyganman. Sizlar tushunmaysizlar buni. Tushunolinglar. Lekin baks tushunadi. Ko'pchilik tushunmasa, lekin baks tushunadi. Naytda mana syomka jarayonida naytda chiqarib turibman. Necha minut bo'lgandi? 11 minut bo'libdi. Sal ashungacha ola olamizmi, yo'qmi bilib olamiz. 4 minut. Hozir bilib olamiz. Kuchayapti. Yana bir level kuchaysa, keyingi 6 talik kiritamiz, 7 talik bo'ladi. Qarab turinglar. Hozir bedrock sindirib o'tamiz. Tek sindirish uchun o'rtasidagi blokka kirish kerak. Sizlarga savol, mana shu yerdan qaysi blok birinchi bo'lib sinmayapti? Kim ko'rdi? Turistlar kubokka yetib qoldik. Abuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Ana 7 talik bo'ldi, ko'rib olinglar. Mashina tezroq kavlayman endi. Qaranglar. Kirib ketyapman. Olamiz. 900 ta bo'ldi, endi 100 talikdan bitta olib qo'yamiz. O'tamiz. Jinni qilamiz. O'tamiz. Va alaykum assalom deb o'tib ketamiz. Sindiramiz. Bir fas kutamiz. Kubogini olamiz. 13 minut bo'libdi. 2 minutda olishga ulgurarsak, like bosib obuna bo'lmasdan tura olmaysizlar. Chunki men sizlarga shuncha ish qilyapman. Endi like bosib obuna bo'lmasanglar, g'alati-ku. Shuning uchun like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Stop, 50 talikdan bunday borib kuchaytirsa bo'ladi. Eng qizig'i shunda-da. Men shuni qilmadim. Aytdilar, bu chaqmoqli ekan. Men endi tushundim. Bitta turib kerak. 30 talik bosib oldim. Yo'q. Lekin bizlar olishga mingga ming ulguramiz ekan. Shunchalik kuchaydik. Ko'rib tomosha qilganingiz uchun rahmat. Sizlar bilan Kenzo Minecraft bo'ldi.